Assalomu alaykum. Apteka nima deysiz? Va alaykum assalom. Havo apteka kelaring. Shu dorilarni grupplaringizga doktor yozib beribdi ekan. Bo'ldi. Birinchisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Oldu yine şuna. Ağa yanlışmadingizmi? Rostdan shu narsalarmi? Doğru emasmi bular? Yok, doktor yazıp bergen narsalar şu. Qarang. Bu quloq og'rig'i uchun. Quloqlar og'rib degan. Shuning uchun. Bu barmoqlari, bo'g'imlar og'rib degan. Bu shuning uchun, barmoqlari uchun. Bu bilaklari og'rib degan. Shuning uchun doktor yazib bergan narsasi ham bu. Bu bo'yinlari, damoqlari og'rib degan. Shuning uchun shuni yazib berdi degan. Necha tanaga hisoblab beraymi? Kasal bo'lsam qiyin bo'ldi-ku bu hayotda.